Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024 yili 2-oyning 9-kuni juma. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosiga chiqishim. Bugun men jami 7 mazmunda sizlarga xabar bermoqchi. Uniki birinchisi hozir tunugun bugun yaxshi xabarlar chiqdi. Onunki birincisi Kanada'daki Uygur Panohlanğıçılar Fondi tarafından kepillik kılan bir aile kişi 7 can adam Kazakstan'dan Kanada'ya bugün sağ salamet yetip geldi. Bu haberini ihtimal İzmir taraflarında köydüğünler anaydı çoğun iş oldu. Bu ikinci aileyken bular kutkuzup çıkan ikinci aile. Erşid'in ailesi cemiyeti can kişi. Bu Erşid'in ailesi 1997 yıldaki 5. fevral Gulci inkılabıda nayte çoğun kurbanlarını bergen aileyken bularken çetele çıkandaki bu izçil türde Xitay'niki hücumudun besimidin kutlanmay Kazakistan'da bir mezgil turup aslında 2022 yılda Amerika'ya çıkıp bulduğu işken lekin Xitayning besim bilan Qozog'iston hukumati ularni qo'yib bermay, ashuni saqlab turib, oxiri bu yil degan salomat Kanadaga qaytib keldi. Chiqibdi endi. Men bularni qiziqib tabriklayman. Shundaqla Kanadadagi qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Kanadadagi qarindoshlar mushsada intayin ko'p bedel to'layotdi, ko'p ajr singdiryotdi, fidokorlik qilyotdi. Sizlarni unutmaymiz, töhfanlarni unutmaymiz. Köpten köp rahmat. Bu bir çoğun xabar oldu. Lekin Uyg'urlar haqidagi ikinci çoğun xabar. Bugün Dünya Uyghur Qurultayı bir xabar taqatdi, ijtimoiy taratqularda. O nima desanglar, vatanimiz Sharqiy Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlika ostidagi bir davlat ekanligi haqida Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan boshlangan tadqiqot programmasi asosiy jihatdan tamomlandi. Muşaqda bu xabar bugün tarqatildi. Men bu to'g'riliq sizlarga burungi videolarda ancha-muncha qilib bergan. Dünya Uyghur Qurultayı bu ish tutishga uzun bo'ldi. Sharq Turkistonniki bir besilingan zamin ekanligini isbotlash tarixiy faktlar orqali bu ishni qilishga uzun bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultayı bu sohada yordam berayotgan bir donliq kishi bor, Michael Van Walt degan kishi. Kanada'da bu maxsus mishni tadqiq qilgan kishi. Bu kishi to'g'riliqmi men sizlarga burun ozroq gapirib bergandim. Mushadam shu. Bu 2022 yili noyabrda Brusselda tushgan rasm bu. Bu kishiniki bir tadqiqot guruhi bor, maxsus shu Sharq Turkistonniki besilingan zamin ekanligi haqida tadqiqot qilib, bir kitob chiqarmoqchi. Men burun sizlarga agar kitob chiqib qolsa, Uyghur Project Fondi birinchi bo'lib uni tez suratda qo'lga elib tushirib, nashriyat huquqini olib, Uyg'urcha tarjima qilib chiqarganligimizni degan. O kitobniki chiqqanligi haqida yaxshi xabar kelmadi. Lekin doklad hozir asosiy jihatdan bitib qolibdi. Bu yil 5-oyning 5-ida Germaniyaniki Myunxen shahrida Dünya Uyghur Qurultayiniki qurilganligining 20 yilligini xotirlash faoliyati bo'ldi. Shu chog'dagi faoliyatda Michael Apandi şu o'zining dokladini o'zi e'lon qildi ekan shu chog'da. Hozir mana bir xush xabar bor. Men bu kishiniki şu Sharq Turkistonniki besilingan zamin ekanligi haqida nimalarni deganligini burun sizlarga maqola orqali biroz tushundigan. Uni men shu kitobga kirgizdim. Davr va biz degan kitobga o'tgan yil. Maqolaning ismi G'arbning navbatdagi Uyg'ur fojiasi haqidagi tushunchaları ve taklif fikirleri degan bir maqol var. Bunun içinde 299. bette. Onun içinde anındaki yani bir kısım var. Bir küçük abzas var. Uygurlar öz takdirini özlü belirleş salayetiga ega degan bir kısım. Muş kısımda ben şu Michael Apandiniki 2022 yılı Brussel'deki yig'ilishda degan gapiniki mazmunni Uyg'urchilashtirib yozib chiqib mashina kirgizgan. Buni o'qib baxsanlar bo'ladi, isil mazmun bu. Uni o'qisanlar
Şərq Türkistan əzəldən Xitayınki bir parçası bu baxmağanlığını bilsizlər. Şərq Türkistan tarixdən buyan Xitayının bir parçası idi degan gap, o Xitayının safsatisi, əməliyyatda o'g'irlik hech qanday paketi yo'q. Şoň boş məzmunda bu. Şıqılı bu bir nəyət çoğ iş. Endi Şərq Türkistanniki müstəqilligini qonuniy yo'l bilan talab qilishda shunday bir narsa lozim. Şuna bu xizmat shu soat ishlangan bir xizmat endi. Şunlaşqa bu bir çoğ xabar sizlarga deb qo'ygim keldi. Andan keyin yana bir xabar Uyg'urlar haqida sizlar deydigan. Bugun juma kuni nima İstanbulda juma kuni kecha o'tib ketdi. İstanbulda bir yig'in boshlandi. Bu yig'in nima desanglar, fanniy ziyonlar bilan o'lmalar vakillariniki uchrashishi. Bu yig'inni İstanbul'daki dostumuz Abdücelil Turan uğurlaştırdı. Aslında müştoğurluk uyu şekillengenden keyin bu işini bana degende. Müştaqağım ba kelalamsiz deb men baralayman degan bu o'tgan yilgi gap endi. Baralayman deb aslında izchil shu yig'inga berish tayyorlab atgan. Bu yig'in boshlandi, juma kuni boshlandi. Shami kuni jami 3 kun bo'lmoqchi. Hozir sirtdan kelgan mehmonlarning bir qismlari kelib ziyolilar o'limalar degandek hammasi amalanchi Jambil İstanbulda bu uchrashishni ilib beryotdi. Bu ishniki ahamiyati bek zo'r. Nimishqa deganda hozir Sharqiy Turkiston niki va Uyg'ur millatiniki hozirgi taqdiri ziyonlar bilan o'limalarniki birga kelib boshqa turib millatni qanday qutqizish, vatanni qanday ozod qilish haqida ish ko'radigan bir payt yetib keldi. Hech bo'lmaganda yani bu yerdeki en gaybi ahval bu iki grupa Uygur sarxillarınki özara hemkarlaşışı. Eğer hemkarlaşmagan takdirde mi birbirisiga putlik aşan olmaslık hemkarlaşmagan takdirde mi deyimiz hemkarlaşmagan takdirde mi ikki yo'lga mangmaslığı yoki şundan çağda bir-birisiga to'salg'i bo'lmasligi, putkaşan bo'lmasligi. Bu intayin mühim ishdi. Bu jihatda bizning hozir Uyg'urchada bir qism eg'ir fojialar ko'rilyotdi. Buni men fojia deb atayman. Buning bir misoli o'tgan yil 9-oyniki 22-23 yil 2 kun biz Uyg'ur Project Fondi İstanbulda 20 degan bir faoliyat qildik 2 kun. Bu faaliyetini biz 2022 yılı 12. ayda e'lon qildik. Mana faaliyetni qilamiz deb. Vaqtini 2023 yildagi 1-oylarda e'lon qildik. Mana faaliyet qilamiz deb. Ashta qilsak, bizning naq shu faaliyet bo'lgan vaqtga o'limalarniki qarindoshlar uchrashish degan faaliyet to'g'ri kelib qoldi. Nayt ko'nglim yerim bo'ldi. Uyg'urlar unda qilmasligimiz kerakdi. Uyg'urlar aslida o'zaro hamkorlashib qilishimiz kerakdi. Bu hozirda kunlarda ashta qilishimiz kerakdi. Men burun Uyg'ur akademiyasiniki Turkiyada har yili elib borgan ilmiy muhokama yig'in faoliyatiga har yildagidek berib bordim, to'liq bordim. Shu vaqtlarda qarindoshlar uchrashishi meni o'ziniki yig'iniga taklif qilgan. Yomon yeri bu ikki yig'in bir vaqtda bo'lmay, Uyg'ur akademiyasining faoliyati bilan qarindoshlar uchrashishi boshqa vaqtda, oralig'ini aytib bir oy degandek. Bu mendan bir oyning ichida Turkiyaga 2 qatim safar qilishni talab qiladi endi. Ashta bo'lg'achqa men Uyg'ur akademiyasiga berib qarindoshlar uchrashishga borolmagan burun. Men shu chaqda mush ikki yig'inni birisining oqisidan birisini ulashtirsak bo'lmamdi. Ashta qilsak, sizlarniki yig'inlarga men qatnashsam, bizniki yig'inimizga sizlarni kelsanglar, bu ishni bilib qilsak bo'lmamdi deb shu taklifni berganman ayni vaqtda. Bu ish shu bo'yicha ijro bo'lib boqmadi, amalga ish boqmadi. Buning aksicha o'tgan yil biz bir yil burun e'lon qilib faoliyat ulashtirsak, qarindoshlar uchrashishi shu faoliyatning naq o'ziga to'g'ri kelib qoldi. Bizniki faoliyatda research so'zlab turadigan ba'zi qarindoshlar intayin qiyin ahvolga qolib qoldi. Biz yig'in maydonimizga kelib yarım soat so'zlab turib ketib qoldi yana bir yig'inga 5 minutning ichida. Mana ishlar bo'ldi. Menimcha bu Uyg'urlarchilikka bir fojia. Biz bunda qilmayli, bunda qilmasligimiz kerak. Bu yilniki faoliyatni e'lon qilib qo'ydim. 9-oyniki 20-21 yilimi 20-21 kunimi ashtaroq shanba kuni bu yilgi leksiya faoliyati bo'lmoqchi. Unda o'xshash vaqt qilmay birisining oqisidan birini qilayli.
Aşta qilib o'zaro qatnashib bir-birimiznikiga. Hozir chet eldagi Uyg'ur qarindoshlar qaysi guruhning odamlariga, qaysi guruhga tabi bo'lishidan qat'iy nazar kuchimizni eng yuksak darajada yig'ib, eng yuksak darajada hamkorlashgan taqdirimizda hozir bizning oldimizga qo'yilgan vazifalarni o'tishdan chiqishga biz ojizlik qilamiz. Biz ashunday bir holatda Aşta bu başka emimiz gücümüzün yığıp işimizin bile kılaylı. Hiç olmaganda pırtkaş almaylı birbirimize. Toskuluk kılmaylı. Meniki deydiğen, nasıl deydiğim şu. Şuna majığının geçilişi nayeti bir yaxşı iş. Nayet hoş buldum ama ben aynı vakitte barmen de aşta şu irade ifade bildiğen hem bir türlü planlap gelgendim. Lekin yakında ben idare katışatkan bir çoğun tecrübe vardı. Şu tecrübeniki tamamlanış müddeti aslidagi muddat bo'yicha bo'lmay qilib uzarab ketdi. Ashning bilan men chet elga safarga chiqishga mumkin bo'lmay qoldi. Shuni bormay qoldim. Mana shu yig'inni tashkil etgan Abduljalil Turan do'stimizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Shundaqla yig'inga kelgan qolgan qarindoshlarga sizlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Millat uchun boshqa turib ajr so'ndiryapsizlar. Anakin bu yig'ilishlarniki muvaffaqiyatli bo'lishini tilayman. Andi mushunga munosabatlik yana bir xabar, Uyg'urlarning xabari. Yaqinda Turkiyada bir cherkovga hujum qilish voqeasi yuz berdi. Meniki bilishimcha 25 ta odam qazo qildimi yo tutildimi bir ish konkret narsalarni men tekshirib olmoqdaman degan. Ishqi bir cho'ng xabar bo'lib ketdi bu. Şu cherkovga hujum qilgan kishilarning ichida bir Uyg'ur bor ekan. Tunugün Xitoy tashqi ishlar ministriniki bayonotchisi mush masalani tutib olib, dunyoga Uyg'urlarni yana bir qatam terrorchi deb jakoladi. Xitoy Uyg'ur qirg'inchiligini boshlagandan keyin imkon bor dunyoga Uyg'urlarni terrorchi qilib ko'rsatib, dünyanın közü set gösterip başta kılışka pek uğrunub kelgen. Ama anca pak tapamay kelgen dendi. Dünya şu yakınki 6-7 yılın mabeynida Uygurlarni şu Dünya Uygur Kurultayı ve şu Katar'daki bir kısım teşkilatlarındaki faaliyetleriga, bir kısım faaliyetçilerindeki faaliyetiga asasen Uygurlarni G'arb demokratiyasi bilan chiqisha oladigan, uni qo'llaydigan, uni ilgari sura oladigan mustaqbil millatgan deb qabul qilib kelgan hozir qadar. Shunlashqa Dünya Uygur Kurultayı'niki raisi Dolqunaysa inimiz hozir xalqaro sahnalarda, xalqaro so'rinlarda boshqa G'arb ellarining tashqi ishlar ministri, NATO'ning boshliqlari, BDT'ning boshliqlari degandek kishilar bilan o'xshash ustalda o'tirib faoliyat qilgan bo'lib ketdi. Buni G'arb qabul qilganlik uchun Uyg'urlarni mustaqbil millatgan deb. Mandaq ishlarniki Turkiyada yuz bergan mandaq ishlarniki yuz berishi Uyg'urlar uchun intayin foydasiz. Bizim yüzümüzge dağ sürkeydi ve asasiyaten Dünya Uygur Kurultayı ve bir kısım teşkilatlar, şundakla bir kısım faaliyetçiler nurgun bedellerini төлep, keç gündüz tirişip Uygurlar için dünyada bir yaş obraz tikleş, Uygur davasını dünya miqyasıga kengaytish, dünyaniki istasyonu qo'lga keltirish bu jihatda keç gündüz tirishyapti. Mushtaq bir paytda ba'zi kishilarniki Uygurlarning yuziga dog' surkaydigan, qor suradigan ishlarni qilib qo'yishi biz uchun bir baxtsizlik. Bunday ishlardan qat'iy saqlanishga tirishimiz kerak emas. Endi yaqinki vatanniki ichidagi ahvollarga qarasak, ehtimol ko'rdinglar, ijtimoiy tarmoqlarga ko'p chiqyapti videolar. Bu qatimki Xitoyniki Chag'an bayramida Uygurlar umumyuzlik Xitoylarniki usullarini o'ynab, Xitoylarning naqshini aytib, Xitoyniki teatrini qo'yish ishlarga majburlandi. Menga bo'lgan ta'sir Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur xalqi, hozir Uyg'ur millati bir qo'chaq aynab qoldi. Buyruq bilan ish qiladigan. Buni inglizcha automaton deydi. Men o'zimniki inglizcha leksiyalarda ko'p so'zlab kelgan. Automaton degan odamlarga o'xshaydigan mashina odam degan narsa endi. Gapiroladigan, mang'alaydigan odamga o'xshaydi, lekin mashina odam bir knopkasini besib qo'ysa degan ishni qildigan.
hozir Uyg'urlar bir odat kelib qoldi. Buni mushqitinki bu yilgi Chag'an bayramida aniq ko'rdik. Undan boshqa Xitoyniki ichida emas. Hozir bir guruh Uyg'ur artistlarini nimaga olib Dubayga olib bu yerda bir Xitoy madaniyat ko'rgazmasida bir narsani qilib, ashyoda uslub silib boshlab qilyotdi. Ish qilib Uyg'urlar bir qo'choq aylanib qoldi vatandagi. Bu bir fojia, ammo ahvol shu. Uni demay iloji yo'q endi. Endi bugun deydigan ikkinchi mazmun Uyg'ur Project Fondiniki xabari. Xabarlarda biz o'tganda 2024-yili İstanbulda 20 sessiya degan faoliyatni o'tkazganligimiz, uningga maqolaning asosiy mazmun yoki abstrakt qismini topshirish vaqti birinchi oyniki oxiri deb e'lon qilgan. Hozirga qadar bizga 29 parcha abstrakt keldi. Undan keyin vaqtini sal uzatdik biz. Aslida o'tgan haftaning oxirgi bo'lsin bo'ldi degan. Hozir sizlarga texnik uzoq vaqt beraylik. Ikkinchi oyniki oxirichilik abstrakt bo'lsa o'ysanlar bo'ladi. Biz qabul qilaveramiz. Mening farzimcha yine ifoda bildigan abstrakt maqol tayyorlayman deb, lekin bitirib kishilarimiz bor. Shularni qo'shgan chog'da maqolalarning soni kam deganda 35 ga berish mumkin. O'tgan yil 43 parcha maqola qabul qilib, ashuna shu kitob kirgizdik. Kitobniki batsani 550 betdak bo'ldi bu kitob mushtarak bo'lgan. Shunga bu yilgi faoliyatniki shakllimi o'xshab qoladi. İşte leksiyami bor, anakin leksiyaga o'g'itib bu kitobni chiqaramiz. Tanlangan maqolalarni kirgizib bir kitobni chiqaramiz. Shunga qo'lida qalam to'xtaydigan Uyg'ur ziyolilari bo'lsa bu ishga aktiv qatnashinglar. To'panglar tarixda qolib qoladi, xotira bo'lib. Uning ustiga hozirgi vaziyatda millat uchun to'p qo'shishniki bir ahamiyat usulning birisi ish shu endi. Millatni ideya bilan ta'minlash. Shunga buni aktiv qatnashinglar. Nima shuna qilib abstraktni topshirish muddati rasmiy holda oxirlashdi, lekin ikkinchi oxirigacha topshirsanlar bo'ladi. Maqola topshirish vaqti 4-oyning 30-kunigachilik. Shungachilik maqolani o'tib olsanlar bo'ladi. Xuddi o'tgan yilgidek maqola kitobga shu topshirgan vaqtining tartibiga kirgiziladi. Kim baldır topshirsa maqolasi kitobniki oldiroq kiradi endi. Ashta boshimiz qilamiz. Shunga maqolani yozishni boshlanlar, bitganlar o'tirib o'tib tursanlar bo'ladi. Bu bugun degan ikkinchi mazmun. Kechiringlar, men og'rib nas bo'lib qolmadim, misol gelim turib qolyotdi. Bugun soat 6:00da turib mushlikdan so'rayman deb tayyorlik qilishga boshlagan. Ashta bu boshqa shuning ta'siri ma'lum kasal emasman. Tünügün Amerika'da yan bir çoğun xabar bo'ldi. Trump'ningki ishi çoğun xabar bo'ldi. Ehtimal bir qism qarindoshlar bunga ko'ngil bo'lyotdi. O'tganda Amerikaningki Colorado shtatiniki sudi Trump'ningki Colorado shtatida prezidentlik kandidat bo'lish salohiyatini eptash etgan. Bu to'g'rilik masalaga tushuncha bergandim, bu ish amalga oshmaydi deb. Tünügün bundan keyin Trump Colorado sotining ustidan Oliy sudga, Amerikaningki federal adliya sudiga arz qilgan. Tünügün shu Oliy sud Trumpningki dilosini muzokara qildi. Videosini bermedi, lekin ovozlarini berib, shu yig'inda sudda degan gaplarni qildi. Bu bir cho'ng xabar bo'lib ketdi ham yerda. Endi hozirgi qisqartib aytgan chog'da bu qanday bo'lyapti desanglar, Amerikaningki Oliy sudida Sochidan 9 kishi bor ekan. Hozir 9 kishidan kam deganda 8 kishi Trumpni oqlaydigan, Trumpniki arzi bo'yicha ish qiladigan dakturdi yoki bir vosita 9-0 bo'lish mumkin. 8-1 yoki 9-0. Demakchi yoki 8-dan yoki 9-danning hammasi Trumpni qo'llashi mumkin. Buniki yakuni chiqarilmadi, lekin hozirgi ahvol shunday.
Buni men burun farazini deb bergan, shu bo'yicha bo'lyotidi. Endi agar diqqat qilsanglar, yaqinda ko'plagan ellar, g'arb ellari bo'libmi, bu yilgi Amerikaniki prezidentlik saylovida Trump tutib, shu orqali dunyoniki vaziyatida bir yaxshilanish bo'lishni umid qilyotidi hozir. Umumimizning kayfiyati shundoq. Men ayni vaqtda Trump tushib ketsa bo'lmaydiganligi, cho'ng ziyon bo'lganligini o'zimniki videolarda ko'p degan. Lekin hozirgidek vayronchilik bo'ldi deb o'ylamagan. Hozir ikki yerda urush bo'lyotidi, Ukrainada, andan Falastinda masalanga. Yine yangi urushlar paydo bo'lish oldida turyotidi. Amerika bilan Iran, Yemen qatorliq o'rinlar. Xitoyning tahdidi bor, Tayvanga bo'lgan tahdidi. Ishqilib iqtisodda nima ishlar bo'lib ketdi, o'zinglar bilasizlar. Burun pul pahalılығы 2%'e bağmaydı Trump devrede. Bu yakın yıllarda Amerika'da 10%'e yakın verip azır yandı. Üstüm, ağalarını ki, qarz pulunu ki, üstümün internet üst gitti. Acayip veyrançılık bulup gitti. Hazır şuna nurgun döyetler hükümetleri Trump çıkıp Müştahın bir 10'şısı buldu diye arzuda. Amerika'da mı bu keyfiyat internet güçlük? Yakınki Amerika'daki reisnaşlarda Trump'ın sayılğanlarının sani nispeti toxtamay üsüvatıdı. Şununla qarata Amerika'daki Demokratçılar Partisi Trump'ını yıkıtış, onunki saylanıға qatnışını tutuş üçün қолдан келген işlerden hemen qilib tirishvatıdı. Ama her qıtım Trump'a bir narsani çaplap, bir günahını çaplap, onu o'tirg'a chiqsa, Trump'ni qo'llaydiganlarning soni 5%dan o'syotadi, 5%dak. Ashta ketyotadi. Shundaqdimi bu ishlarniki oxirgi natijasi qanday bo'ldi hozircha bilolmaydi. Ishqilib bu yerda nayti ko'p xabarlar ko'p, ishlarni ko'p yuz beryotadi. Bugun deydigan 4-mazmun Xitoy xabari. Xitoy xabariniki eng yangisi ehtimol sizlar ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Amerika'nın Xitay'niki janubiy o'lkalarida intayin bir cho'ng soğuk dolqini paydo bo'ldi. Hubei o'lkasida eng eg'ir, unda qilib qolsa, Hunan, Nanjing, Jiangsu degan o'lkalarda mu eg'ir ahvollar yuz berdi. Qattiq qor yig'ib, sovuq tushib, bu yerda bir kulkli ish bo'ldi. Nima desanglar, Amerikada agar shunday bir soğuk hava dolqini kildiği iş bo'lib qolsa, uni bir haftaning oldin ma'lum qilib, tayyorlik qiladi buniki. Mushta ishlar bo'ladi ekan deb, yo'llarga qor tozlaydigan mashinalarni tayyorlab, soqchilarni tayyorlab, mashinalarni ostida deb qorlarni tozalab degan deb ishlar qiladi. Xitoyda hech nima yo'q. Shuning bilan bu yo'lga chiqqan Xitoylar o işten xabari yo'q, mashina tez haydab, tez suratli yo'lda. Shuni mashinalar ustishib ketib, bir qancha yerda yuzlagan mashina bir-biri bilan so'qishib ketgan ahvollar yuz berdi. Buning videosi bor. Men bugun shu Manahmadani qilib bo'lgandan bir qancha videoni chiqarib qo'yman Facebook'ga. Ko'rib baxsanglar bo'ladi. Ajoyib voqealar bo'lib ketdi. Shuning bilan hozir ba'zi analizlar nima dedi desanglar, bu Xitoy hokimiyatining hozir bir taş yolunu bir muvafiq boshqarish iqtidori mı qolmabdi. Mushundaq mı qilgan bormi? Mushundaq bir tabiiy ofat kelsa, buni oldin ma'lumot berib tayyorlab qilmay, hamma xalqni o'ziga qo'yib berib, nurg'un mashina tezroq yo'llarda so'qishib, nurg'un odamlar sovuqda o'lib qolganlarni qilib bor ekan. Mushta ishlar yuz berdi deb mashqatdan deyotdi. Chiqib baniki bir qism videolarini meniki Facebook'imdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Endi bu yıl Tayvan saylimi bilan Amerika saylimi bir cho'ng saylam bo'ldi, Tayvanning bo'ldi, Amerikaning endi bor. Bundan boshqa yine dunyoda nihoyatda ko'p cho'ng davolg'ishlar bo'ladi. Xitoyda mu ko'plagan cho'ng ishlar yuz berishi mumkin bu yil. Xitoyda mana shunday kunning oldida ikki yerda bino o'lib ketish voqeasi yuz berdi. Uniki birisi ikkinchi yana uchinchi kuni Hunanda bir teatrxona o'lib ketib, uning ichidagi nurg'un tomoshabinlar va artistlar yaralanibdi. Yana birisi ikkinchi yana to'rtinchi kuni Xebeydagi bir oliy maktabda
maktabniki o'quvchilar oshxonasi o'lib ketib, uningda yardalanish yuz beribdi. Bu yil yangi yil arpasida, ya'ni 12-31 kuni Xitoyniki nurg'un shaharlaridagi cho'ng maydonlarida yangi yilni kutib olish faoliyatlari bo'layotganda oxirgi 1 soat yoki undan necha minut qolib qolgan vaqtida shu yaniki yerlik hukumatlar yangi yilni kutib olish faoliyati bekor qilindi deb e'lon qilib, bütün shaharning to'kini o'chirib shu maydonlarniki odamlarning hammasini qop-qorong'i bir qop-qorong'i muhitning ichiga qo'yib qo'ydi bular. Bu ko'p yerlarda yuz berib ketdi Xitoyniki. Endi ba'zilar deydi, mush voqealar, binoniki o'rilishi, Xitoy hukumatining undaq qilishi, mushlarning hammasi bu yil Xitoyda bir cho'ng baloyi ofatniki keldiganligini, bo'lib Xitoyniki kompartiya hokimiyatining munosabatli ishlarniki bo'ldiganligining bir bishorati deb qarayotdi. Bu bishorat bu narsalarga shangilmi bo'lgan narsalar, lekin mana bu bo'lgan gaplarni maslaga deb qo'yaman. Ishqilib bu yil Xitoy kompartiya hokimiyatida bir cho'ng davolg'ish yoki bir ishlar yuz berishi mumkin. O'tgan qatam degandim, hozir Xitoy kompartiya hokimiyati Xitoyniki paychak bozorini muqimlashtirish, uniki davomli tushiverishini to'xtatish to'g'risida bir qism tadbirlarni qo'llanayotdi. 278 milliard dollarga demakchiroq pulni sepmoqda bu bozorga. Lekin ancha yaxshinish yo'q. Bu anandan Xitoydagi chet elning shirkatlariniki qechib ketishi, mablag'ni olib ketishi davomlashyotdi. Endi garchi bu sohada Xitoy hukumati bir qism tadbirlarni epirotgan bo'lsa-mu, bu tadbirlar iqtisodiy qonuniyatlarga uyg'un emas. Ashta bo'lganligi uchun buningki bu tadbirlarniki unum berishidan asosan umid yo'q. Analizlarniki tahlillari ashna shu. Buningda Amerikadanki ba'zi, masalan Bloomberg degan cho'ng dangliq media shirkatlari yaqinda rais nashrni yapadi. Goldman Sachs degan cho'ng banka sistemasi shirkatidan bilan munosabatlik. Bularniki rais nashr natijasida chiqqan natijalar intayin ümidsizlik bilan to'lgan. Xitoyniki iqtisodiniki bu yil nachalishadiganligi hozirgidanmi mushtoqlik rais nashrning natijasi chiqdi. Chiqib bu jihatga ishlar tamaşlaq kelyapti. Endi burun Deng Xiaoping'niki vaqtida Xitoy davlat rahbarlariniki vazifa o'tash muddatini 2 qatamli qilib qo'ygan. 2 qatamli qilganligi uchun qanday adam o'tirib chiqishidan burun qat'iy nazar muddati to'shqanda 2 qatamli muddat to'shqanda 10 yildagi chuqum tushidi. O'rniga yangilar ham chiqadi. Shunga biroz umid bor bo'lishi mumkin deb o'ylaydi kishilar. Lekin Xi Jinping degan jallod o'ziniki huquqini mangulik qiladi yaqinda. Ashta boshqa bu Xi Jinping taxtim tushmaydi, iqtisod mashta ketaverdi, buzilib mengayverdi. Shunga bizning kunimiz kundan-kun nacharlashadi deb Xitoy fuqarolari ichida kuchli darajadagi umidsizlik o'tirg'i chiqyapti hozir. Buni ifodalaydigan har xil voqealar yuz beryapti Xitoyning ichida. Yaqinda Beijing universitetida doktorlik unvoni olgan bir Xitoy Liu Junning degan bir Xitoy ekan, u hozir Amerikada o'xshaydi. Amerika ovozi mediasiniki ziyoratini qabul qilgan. Shu qabul qilgan vaqtida u deydikin, Xitoy kompartiyasi hozir tarixiy axlat dövisiga kirib boradi degan gapni ishlatdi. Tarixiy axlat dövisiga kirib boradi demakchi o'g'ini yemirilishga boshladi. Yaqinda taltukus yemiriladi degan mustaqillarni deyotdi. Bu ahvol xuddi ikki futbol atleti musobaqaga tushganga o'xshash. Masalan, Xitoyniki futbol komandasi bilan Argentinaniki futbol komandasi musobaqaga tushganga o'xshash. Buni Xitoylar biladi o'ziniki mag'lub bo'lganligini, qat'iy utanmaydiganligini. Ashta bo'lsa-mu maydonda sakrab jo'girab o'zbek taqat ishlarni qilib endi musobaqani oxirlashtirdi. Ashta qilmay iloji yo'q. Hozir Xitoy kompartiyasiniki kirib qolgan sharoiti shunga o'xshash deydi bu. Liu Junning degan Xitoyning degan gapi.
Xitoy Kompartiya hukumatining ahvoli shunga o'xshaydi. Bular taqattuqqa sakrab ishini maydonda to'pini o'ynayotdi, lekin tutolmaydiganligini, mag'lub bo'lganligini biladi. O'sha bir holat kirib qoldi deydi. Xitoy Kompartiyasiniki qachon yiqilganligi aniq emas, lekin u cho'qim yiqiladi. Bu hozir bir cho'ng mumkinchilik aylandi deydi. Endi Xitoy uchun siyosiy jihatdan islohot olib berish Xitoy Kompartiyasiniki ülüşini katıp çıkarttı. Ülüşini katıp çıkarttı. Ne için desanglar? Xitoy Kompartiyasi Xitoyda nayeti yığır tarihi cinayetlerini ötkazdi. Medet Niklavi devredilemken 20 milyondan cırak adamın ölüp getiş sebepçi oldu. Yakın vakitlarda olsa hakimiyet peşindekiler ölgüçü bay olup puralarla karı yok. Yakınki Xitoy bürosu devredi mi? Nimişler yüzü bir adamın haberi var. Çıkılıp Xitoy Kompartiyasi qat jinoyatlarga bo'g'ildi bular. Shunga agar siyosiyat isloh qilinsa, mushu jinoyatlarniki javobgarligi tortilib, Xitoy Kompartiyasi ulatdi. Endi hozir bo'lsa, siyosiyatni isloh qilmay turyotdi. Bu endi nima qiladi desanglar, Xitoy Kompartiyasini o'limni saqlab turishga majburladi bu. Hozir o'limni saqlab turyotdi mana chiqib ketgan chog'da. Hazır yüzlük yüzünüşmüş dak. Xitoyniki siyasi sistemisi, siyasi, iqtisodiy ve fen texnika sohalarının hemisi de Xitoyni mag'lubiyatiga yaqinlashtiryapti. Hozirgi ahvolimiz shu. Beşinci mazmun Xitoy bilan munosabatdagi yana bir mazmun. Necha kun oldida New York davri gazetiga bir xabar chiqdi. Bu xabar Xi Jinping degan jallodniki yadro bomba inqilobi haqida. Bu xabarda bu mazmunda bu dokladda nima xabar bor, nima gap bor desanglar. Xi Jinping 2012-yili taxtga chiqib 19 kun bo'lgan kuni. 19 kun bo'lgan kuni Xitoyniki Arpo deydi, ikinci zembrek qo'shini. Shuniki başlarını yig'ib, şu yadro bombasini ko'paytirib, bir cho'ng davlat bilan bo'lgan cho'ng urush tayyor qilishga chaqirgan ekan. 2012-yilda nima ishlar bo'ldi desanglar, Xitoy Kompartiyasiniki 18-qurultay ochildi. Ochilib shu qurultayda Xi Jinping degan jallod Xitoy harbiy komitetiga rais bo'ldi. Shundaqla Xitoy Kompartiyasiniki bosh sekretari bo'ldi. Müşlar bulup 19 gün ötkenlik yıllar müşü Arpo degan qo'shinniki başlarını yig'ib, yig'ini chiqdi. Amniyatda ayni vaqtda uchoqda da raketa qo'shini da qurilmagan. Müşü qo'shin Xitoyniki yadro bomba ishlariga mas'ul bo'layotgan vaqt endi. Shularga bir cho'ng davlat bilan urush qilishga tayyorlik qilishni ulashtirib ekan. 2012-yili Xitoyniki Amerikaga yetib keladigan boshqarilgan bombasidan 60 tanesi bor ekan. Yadro bomba 5 bor. Yadro bombasi qachlangan boshqarilgan bombadan 60 tanesi bor ekan. Hozir bu son 500larga yetibdi. 12 yilning ichida 500 ga yetibdi 60 dan. Endi hozir Amerikadagi harbiy mutaxassislarniki mo'lcharicha agar Xitoy mushbinchi bo'lsa 2035-yilga borgan chog'da Xitoyniki Amerikaga yetib keladigan yadro 5 qachlangan boshqarilgan bombasining soni 1500 ni aşishi mumkin deydi. Ammo yaqinda hammamiz ko'p to'diq Xitoyniki raketa qo'shini ichida naydi cho'ng voqealar yuz berdi. Bu qo'shinniki harbiy boshlig'iniki hammasi qo'lga olindi, taxtdan tushirildi. Anondan keyin chirchilik sababidan asosan, anondan keyin bir qism boshqarilgan bombaniki ichiga qachlanigini haqiqiy yiqilg'i emas, suv ekanligi bayqaldi, yaqinda pash bo'lib qoldi. Amerikamo Xitoyniki shu boshqarilgan bomba sistemasini tarqalish, urulashtirish ahvoliniki xaritasini hammasi e'lon qildi. Nechaning oldida. Amerikan bularning hammasini egallab bo'lganligini deb qo'ydi Xitoyga. O'shuni bo'l
sening nerede qanday bombang borligini bilmiz. Agar sen Tayvanga qarshi bir harakat qilib qolsang, shu bombalaring bor bazlarning hammasini birdamla vayron qilib qo'yamiz degan narsani signalni berib qo'ydi Xitoy qandi. Shunday bir tarafdan bu yerdagi asosiy narsa nima desanglar, Xitoydagi yaqinni bo'layotgan bu harbiy jihatdagi tayyorlik, yükselish bu ishlarning hammasi amaliyotda Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin boshlanganligi, shular yadro bombasini ko'paytirish haqida bu tadbir qo'llanganligi oshkorlanishi bo'ldi. Endi mushunga munosabatlik biz Uyg'urlarniki bugungidek kunga qilishimiz mushunga munosabatlik. Meniki ma xabarini alayda degan deb qo'yishning sababi shu. U nima desanglar, Xitoy 2012-yilları Çinhua Daşuan'daki tədqiqatçılarını işə salıb Uyğurlarını qanday qilib yo'qotish haqida tədqiqat yapgan bola. Tədqiqat təşxis yapgan. Əməliyyatda 2009-yıldan keyin dəyişdi degan Xitoymi Sharqiy Turkistonning bütün yerlarini tekshirib, zodi Xitoyga keladigan xatar nereden keladi degan narsalar ustida təşxis yapib, o Xitoyga keladigan tahdid terrorizm emas, Uyg'urlarning nupusga degan yakun chiqargan. Bu 2009-yildan 2011-yilgacha bo'lgan voqea. 2012-yilda Çinhua Daşuan'daki bir qancha aspirant o'quvchilari tadqiqot yapib Uyg'urlarni yo'qotish tadbirlarini o'tirib qo'ygan. Shu yilisi Xi Jinping o'tirga taxtga chiqdi. 2014-yili Uyg'urlarni yo'qotishniki amaliy tadbirlari ilinishga boshladi. Masalan, lagerlar yasalishga boshladi 2014-yili. 2017-yili cho'nglarni tutish boshlandi. Ashta qilib yurib biz hozir Uyg'ur nüfusuniki yerimda olib qoldik. Bularning hammasi bir-biriga bog'lanishliq. Hozir Uyg'urlardan taqvodor Uyg'urlardan 2 milliondan odamni yo'qotdi Xitoylar. Undan boshqa Uyg'urlarning sarxillari, masalan, pullarlar, ta'sir bor odamlar, ziyolilar, yozuvchilar, shoirlar, tarixchilar, o'qituvchilar, artistlar degandek. Mushaning hammasini bir qismini yo'qotdi, bir qismi hozirmi turma lagerlarda. Mushuning hammasini nimishqa desanglar, Xitoyda bir andisha bor. Agar Amerika bilan urushib qolsak, Amerika Uyg'urlarni qurollantirdi. Bu Uyg'urlar Amerikalar birlashib bizga qarshi urush qiladi degan andisha. Buni deyshi degan Xitoy aniq degan. Agar bir kun biz Amerikaga urushib qolsak, Amerika nihoyat tez suratda 300 mingdan 500 minggacha Uyg'ur yosh erlarni qurollantira oladi. Ular Amerikadan birlashib bizga qarshi urush qiladi degan gapni deyshi degan Xitoy degan bir leksiyasida. Mush dokladni Xitoy Kompartiya markaziy hukumatiga bergan bu. Shunga Uyg'urlarniki bugünkidek kunga qilishimizdagi sabablarning birisi shu. Albatta boshqa sabablar bor, lekin bu xabar Uyg'urlar bilan munosabat bo'lgani uchun oxirida o'zida bu gaplarni demabdi. Lekin men o'zim o'tirib chekitlarni ulab bir-birisiga mana bog'lanish borligini his qildim, shunga sayt deb qo'ydim. Shu mana ishlar bo'ldi. Bugun deydigan 6-mazmun menga ba'zi qarindoshlardan bu jihatdan talab keldi. Yaqinda Texas, Amerikaning Texas shtati bilan Meksiko o'rtasidagi chegarada nurg'un ishlar yuz berdi. Mush to'g'ri qazaq tushuncha berib qo'ysangiz deb. Bu nihoyat yaxshi taklif bo'ldi. Nima mendan ayrim so'raganlarmi bordi burun, bu tushuncha berib qo'ygandim. Mushunga o'xshash sizlar ko'ngil bo'layotgan yoki tushunish qiynab qo'yayotgan masalalar bo'lsa, menga deb qo'ysanglar, men bu videoda tushuncha berib qo'yaman. Ma bir yaxshi misoli. Albatta, uniki bir umumyuzlik xarakteri bor bo'lishi kerak, bo'lmasa har bir odamniki bir ishkidan shaxsiy savollarga javob berib olmayman. Uni vaqtim yetmaydi. Bu Texas nima bo'ldi desanglar, xabarlarda bor. Biden hukumati Texasdagi chegaralarda echvatdi chetlarning kirishiga. Nihoyat jiq odamlar kiryotdi. Yaqinda Amerikaning bir cho'ng mediasi bir videolik xabar ishildi. Shu Texasdan Arizonadan nihoyat ko'p Xitoylarniki kirib Kaliforniyaga kelayotganligi haqida naq maydon ko'rinishlari bor bu yerda. Ig'ir ahvollar buning bari. Bu Texasda bek ig'ir bo'layotgan kuniga 3000 ya 3000 mashta odam kiryotdi deb. Shunga bu Amerika hukumati bu chegarani ichib qo'ygan ekan, Texas shtati buni chidamay bir qism askar chiqarib, Texas shtatining o'zining askari bor. Men bu to'g'risida deb bergan burun.
Amerikada faqat Texas shtatlarmikin Amerikaga eng oxirida kirgan bir shtat bu. Uning o'zining askari bor. Bular o'z askar chiqarib chegaradagi qonunsiz kirayotgan ko'chmanlarni to'silgan bir ishlarni qildi bular. Ashta qilsa buningga Biden hukumati norozi bo'lib, Biden hukumatidan bunda qilishi qonunsiz ekanligini darhol to'xtatishni e'lon qildi. Sotdan mushta bir hukm chiqardi deyman. Chiqargandan keyin bu Texas uni to'xtatib qolmasdan hozir Amerikadagi Cumhuriyetçi partiyaniki a'zolari shtat boshlig'i bo'lgan shtatlardan 9 shtat ularni Texasga odam mangdudi yordam berishga chegarada. Bular Amerika hukumatiniki qarorini qabul qilmay Texas tarafda turib Texasga yordam berish uchun odam mangdudi. Amerikada National Guard degan bir xil qo'shinlar bor. Bu National Guardni milliy qo'g'dug'ichi yoki davlat qo'g'duvchisi damdiq ashtarati bo'ladi. Nation deganni davlatda ishlasin bo'ladi, millatda ishlasin bo'ladi inglizchada. National Guard deydi, mana bir qo'shin bor. U rasmiy qo'shin emas, lekin jiddiy ahvollarda o'tirib chiqib ish qilgan qo'shin endi. Mana 9 shtat Cumhuriyetçi partiyaniki shtatlari, Cumhuriyetçi partiyaniki o'tkazimlar deb qo'ydim. Amerikadagi shtatlar 3ga bo'lindi. Birisi Cumhuriyetçi partiyani qo'llaydigan shtat, yana birisi demokratlarni qo'llaydigan shtat, yana birisi Jumloq Davuz shtat. Jumloq Davuz shtatdan 7 bor. Birdam o'tib qoldiganlar. Amerikadagi Cumhuriyetçi shtat degan shu Cumhuriyetchilarni qo'llaydigan Cumhuriyetchilar asosiy o'rin turadigan shtatlar endi. Mana shtatdan 9 shtat shu davlat mudofaachilarini avatib Texasga chegarani qo'llashga ashta qilibdi. Shunga bu ishlar yaqinda xabardan aytdi ko'p. Ondan keyin Texas shtati mustaqillik e'lon qildi ekan degan gaplarmi bor. Bu ashta bir ehtimolligim bor. Men burun sizlarga mushaqda maxsus so'zlab bergan bizning bir videosida. Amerikaning qonunida ashta bir shtat o'zi mustaqillik e'lon qilib chiqkasi bo'ladi ekan. Lekin uniki rasmiyati intayin murakkab bo'lib, masalan, hozir Amerikada 50 shtat bor. Agar Texas shtati men chiqdiman Amerikadan desa, mustaqil bo'laman desa, qolgan 49 shtatniki hamsi qo'shilish kerak ekan bunga. Mush o'tganning o'zidan o'tmak pek tas. Ashta boshqa amniyatda bu ishni o'zi chiqish asosan mumkin emas. Lekin mush gapsizda bo'lyapti yaqinda. Endi mushunga bog'lab bir narsani deb qo'yaman. Nima uchun Amerika chegarani echitdi degan. Bu asosan demokratlarning qilayotgan ishi. Saylan bilan munosabatlik. Bu Amerikadagi Cumhuriyetchilar shtatini demokratlar shtatiga o'zgartirish bilan munosabatlik. Ayni vaqtda Kaliforniya Cumhuriyetchilar partiyasining shtati ekan. Qip-qizil Cumhuriyetchilarniki qizil, demokratlarniki yeshil, ashtaq. Qip-qizil shtat ekan. Lekin demokratlar Kaliforniyaga ashtaq ko'chman bo'lib kelganlarni jiq kirgizib, o'sha orqali tadrijiy holda Kaliforniyani o'zgartib, hozir demokratchi partiyaniki qavatgan Kaliforniyani. Ya'ni mushu tadbir bilan demokratchilar cho'ng g'alaba qilgan. Kaliforniya bek cho'ng shtat Amerikada. New York bilan Kaliforniya bek cho'ng shtat. Kaliforniyaniki nufusi hozir 37-38 millionga boradi. Amerikaning nufusi 350 millionga bormaydi. Ondan bir qismidan ko'proq nüfus Kaliforniyada. Bu Kaliforniya hozir demokratik shtat bo'lib ketganligi uchun prezidentlik saylovlarida va boshqa saylovlarda Kaliforniyaniki to'pisi bek cho'ng demokratchilar uchun. Hozir demokratchilar shu chegarani echitib, mushaqqa tadrijiy holda Kaliforniyani qilayotganda qolgan Cumhuriyetçi partiyalarniki shtatlarni demokratchilarniki qilamiz deb mush maqsad qilmoqda asosligi. Buningdan boshqa maqsadlarimiz bor, menimcha, lekin eng cho'ng maqsadimiz shu. Şuna bu to'g'rilik mashalasi deb beray. Bu jihat kishilarniki oxiri uzilmaydi. Chegara hozirmi cho'q, hozirmi nurg'un kishilar kiryapti. Xitoylar intan ko'p buning ichida. Nayt echinish ahvol. Dunyoda bunday hududlarni tepish mumkin emas Amerikadan boshqa. Bugun deyilgan 7-mazmun 7-slar, 7-kuni Amerikaniki bir olam ushqiri, olam boshlig'i chiqdi. Uni qisqartib PACE deb atadi, inglizcha PACE deb ataladi bu bir qism so'zlarniki
baş harfidan biri kelgan plankton, aerosol, cloud, ocean ecosystem degan. Aerosol degan zarratchilar, havodagi cloud degan bulut, ocean degan dengiz ecosystem degani ecosystem endi. Plankton degan ma'noni men diqqat qilmoqdaman. Shundan kelgan bash harflar. Bu nima qildi ekan desanglar, bu olam ushqiri şu dengizniki sağlamlıqını tekşirdi ekan. Dengiz yüzüde qandaq o'zgarishlar bo'lyotidi, buniki insoniyatga qandaq ta'sirlari bor degan mush sohada tekshirish olib bordi ekan. Amaliyotda tekshirishni boshlabdi hozir. Havoniki pokligi, havoniki sog'lomligi mushlar narsalarni. Mushundaq sohalardan oldin ma'lumot berdigan qilgan. Men buni saydigandek NASA'nınki 70% kuchi yer sharini tadqiq qilish, bayqash, qo'g'dash uchun ishlatiladi. 30% kainot uchun deb ishlargandim. Ma'ush yer shari uchun. Yer sharini to'g'ri tushunish, qo'g'dash, ularga foydalanish misolida qilinayotgan ishlarning birisi. Shu 70sa bir olam ushqiri osmonga chiqib, hozir rasmiy ish boshlab, yer shariga hozir uchirmoqlashni boshlabdi. Şunu ben dedim. Bunu demese bugungi men deydigan mazmunlarimiz shu. Haqiqatan kirishchi aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.